Assalomu alaykum, hurmatli buxgalter va iqtisodchilarimiz. Bugungi darsligimizda davlat tibbiy sug'urta jamg'armasidan moliyalashtiriladigan tibbiyot muassasalarida 15-ilova va shtatlar o'zgartirilishi, oddiyroq qilib aytganda, zamena должностьni qanday qilish tartibini ko'rib chiqamiz. Hozir mana spravочникdan учет kadrovga kiriladi. 15-ilova va изменение штатных должностей, ya'ni zamena должность ko'rinadi, shtatga o'zgartirish kiritish. Xo'p, oldin aniqlik kiritib olamiz. 15-ilova va shtat o'zgartirishi, ya'ni zamena должности amaldagi tartiblar bo'yicha shtat jadvallarini tuzib tasdiqlab bo'lingandan keyin amalga oshiriladi. Bu amaliyotlarni bajarish mumkin. Ya'ni dasturda 4, 5 va 6-ilovalarni 4, 5 va 6 ni yakunlab bo'lib, provizion holatga keltirgandan keyin 15-ilova va zamena должность qilish kerak bo'ladi. Ko'pchilik xato qilib qo'yishi mumkin. 4-ilovani qilib bo'lib 15 yoki zamena qilib olsangiz, bu xatolik bo'ladi. Qaytaramiz. 4-ilovani qilib bo'lgandan keyin 4-ilovadagi shtatlarga xodimlarni ishga qabul qilish yoki прием перемещениeni qilib bo'lib, xodimlarga ish haqi belgilab, ish haqi назначение qilib bo'lgandan keyin 5-ilovani ham tuzib, provizion holatga keltirib, 6-ilovani tuzib, undagi tungi navbatchilik, bayram kunlari, mehnat ta'tili расчёtlarini hammasini qilib, 6-ilova bizning tilimizda, ya'ni shtatniy расписаниeni ham to'liq provizion holatga keltirib bo'lganingizdan keyin 15-ilova va zamena должность qilishingiz kerak amaldagi tartib bo'yicha. Endi 15-ilova bilan zamenani nima farqi bor? Bu savolga aniqlik kiritib olamiz. 15-ilovada siz shtat qo'shishingiz mumkin yoki shtatni kamaytirishingiz mumkin. Misol uchun 100 ta shtatingiz bor, yana unga 20 ta yoki 30 ta shtat qo'shish imkoniyatingiz mavjud. Yoki kamaytirish 100 ta shtatingiz bor, 90 tagacha, 80 tagacha yoki bundan kamroq qilib kamaytirish imkoniyatingiz mavjud bo'ladi. Buni qanday bajarasiz? Struktura kodingizga amaldagi shtat me'yorlari bo'yicha foydalanishingiz mumkin bo'lgan lavozimlar belgilangan tartibda kiritib qo'yilgan. Shular doirasida siz shtatingizni ko'paytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin bo'ladi. Bu 15-ilovani funksiyalari. Endi zamena должностьda amaldagi shtat me'yorlaringizda aniq yozib keltirilgan shtat me'yorlarida mavjud bo'lmagan lavozimlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz shtatni tasdiqlab bo'ldingiz, 100 ta shtatingiz bor edi. O'sha 100 ta shtatingiz doirasida o'sha sizni amaldagi shtat me'yoringizda keltirilmagan lavozimlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizga umumiy katalog, ya'ni lavozimlar klassifikatorida jamiki mavjud bo'lgan lavozimlar ochiladi, ko'rinadi va o'zingizga kerakli bo'lgan qaysi lavozim kerak bo'lsa, xohlaganingizni tanlab kiritib, o'zgartirish kiritib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 15-ilovani qanday qilamiz? Ustiga bosamiz. O'zimizga kerak bo'lgan litsevoy счет tanlaymiz. 4014 yoki 4013 qaysi sizga ma'qul bo'lsa shuni tanlaysiz. Qaysiga qilmoqchi bo'lyapsiz 15-ilovani? Добавить bosasiz. Qaysi bo'limdan mana olib tashlanayotgan lavozimlar, qaysi bo'limdan qaysi lavozimni olib tashlayotganingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Tanlaysiz va nechta shtat birligida olib tashlamoqchisiz. Unga ustamalari bo'lsa qo'shasiz. Ustama qancha ustamasi bo'lsa qo'yishingiz kerak bo'ladi va yangi qo'shayotganingizni ham keltirasiz. Qaysi bo'limga qaysi lavozimni qo'shmoqchisiz? Misol uchun qaysi bo'limga qaysi lavozimni qo'shasiz? Shtat birligini kiritasiz. Ustamalarni foizlari bilan qo'yib chiqasiz, summasi chiqadi. Hammasini qilib bo'lganingizdan keyin saqlashni bosasiz. Saqlashni bossangiz ro'yxatda chiqadi. Uni provizion holatga keltirasiz va u tasdiqlangan bo'ladi. Endi 15-ilovada bu ikkovini to'ldirmasligingiz ham mumkin. Xohlasangiz faqat olib tashlashingiz mumkin, xohlasangiz faqat qo'shishingiz ham mumkin. Xohlasangiz nimanidir olib tashlab, nimanidir qo'shib, saqlab ishlatishingiz imkoniyati mavjud bo'ladi. Saqlanib chiqqaningizdan keyin mana ro'yxatda chiqadi. Hozir bu tashkilotga kerak emas o'zgartirish, shuning uchun saqlanib qilmadim. Provizion holatga keltirasiz. Provizion holatga keltirishdan oldin qayta tekshirib
to'g'riligiga 100% aniq o'zingizda ishonch hosil qilib keyin provision holatga keltiring. Sababi provision holatga keltirib bo'lganingizdan keyin uni отменить qilib bo'lmaydi. Siz xodim qaysidir lavozimni shtat birligini misol uchun ko'proq yoki kamroq kiritgan bo'lsangiz, uni yana 15-ilova qilib turib, bitta ko'p qo'shgan bo'lsangiz kamaytirishingiz kerak bo'ladi, bitta kam qo'shgan bo'lsangiz ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Sababi bu amaldagi tartib bo'yicha tashkilot tibbiy sug'urtadan moliyalashtiriladigan tashkilotlar shtatlar jadvali va uni o'zgartirishlarni o'zi tasdiqlaydi deb aytilgan. Tasdiqladingiz, provision holatga keltirdingiz, ya'ni o'tkazildi holatga keltirdingiz, bu siz tasdiqlagan bo'lasiz. Elektron imzoyingiz bilan tasdiqlandi hisob. Shuning uchun tasdiqlashdan oldin, provision holatga keltirishdan oldin qaytaramiz. Uni tekshirib oling. Unga ish haqi to'lab bo'lgandan keyin uni отменить qilaman, удалить qilaman degan xayollarga bormang, u fikrga o'ylamang ham. Sababi xodimga shtatga biriktirib, unga oylik to'lab bo'lgandan keyin удалить qilmaslik kerak. Sababi uni izi qolishi kerak dasturda. Shuning uchun provision qildingiz, u tasdiqladingiz degani. Xo'p, zamena должностьga keladigan bo'lsak, bu ham shu joydan kiriladi. Mana изменение штатной должности kiritasiz. O'zingizga kerakli bo'lgan litsev shotni tanlaysiz. Bunda ham Olan 4013 yoki 4014 добавить qilasiz. Mana bunda misol mana har birida chislani tanlash kerak bo'ladi. Qaysi chisladan o'zgartirish qilyapsiz? 15-ilovada ham, zamenada ham chislosini qo'yib keting. Xo'p, endi qaysi bo'limdan qaysi lavozimni olyapsiz, o'zgartiryapsiz? Bunda ham shtat birligini qo'yamiz. Ustamalarni foizlari bilan belgilaymiz, summasini tekshiramiz. Tekshirib bo'lgandan keyin mana qaysi bo'limdan olayotganingizni qo'yasiz va qaysi bo'limga qaysi shtat birligini qo'shyapsiz. Buni ham belgilaysiz. Belgilab shtat birligini qo'yamiz. Buni kategoriyalari hammasini to'ldiramiz, kerakli bo'lgan kadaglarni to'ldiramiz, foizlarni qo'yamiz, summani tekshiramiz. Tekshirib bo'lgandan keyin saqlashni bosganimizdan keyin ro'yxatda kelib chiqadi va buni ham provision holatga keltirsak, mana shu tartibda tasdiqlagan bo'lamiz. U aktiv holatga keladi va buni bu shtatlarimizga xodim biriktirib, ularni ishga qabul qilib, ish haqi belgilab, oylik to'lash imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Provision holatga keltirgandan keyin avtomat o'zi tasdiqlandi hisob. Xo'p. Endi bizda bu 15-ilova va zamena должностьlarimizdagi shtat birliklariga tushuntirdik. Xodim ishga qabul qildingiz, uni oylik to'lab bo'lganingizdan keyin eski chislo bilan bu shtatni удалить qilib bo'lmaydi. Qaysi chislada turgan bo'lsangiz, shu chislo bilan o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, dasturda ishlashda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki sizda nimadir savollar bo'lsa, har bir hududda O'zazbo adminlar ishlashyapti. Viloyat moliya boshqarmasi binosida o'tirishadi. Ular bilan aloqaga chiqib, savollar berib, tushunmagan joylaringizni so'rab, dasturda ishlashni o'rganishingiz mumkin. O'zazbo dasturini o'zida ham videoroliklarni joylashtirib boriladi va Telegram kanallariga ham tarqatyapmiz. Mana bu joyda videoroliklarni bossangiz, hammasi ro'yxat bo'yicha chiqadi. O'zingizga kerakligini tanlab ko'rib, dasturda ishlashni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bitta muhim narsani aytib o'tamiz. Sizda internetda YouTube'ni ko'rishga dostуп ochib berilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Shundagina siz ko'rib ishlashingiz mumkin.